Endi sizlarga 10-dekabrda bo'ladigan skidочный o'quv kursim, ya'ni hali hech qachon qilinmagan, endi birinchi marta qilinayotgan skidkada o'quv kursim haqida ma'lumot bermoqchiman. O'quv kursimizga hech qanaqa o'zgarish kiritilmagan, xuddi o'sha ortoped, reabilitolog, pediatr, gerodoterapevt, face fitness, olovli banочный, hijomi, zulu hamma oddiy kursda qanaqa bo'layotgan bo'lsa, ya'ni skidkasiz kursda qanaqa mutaxassislar dars berayotgan bo'lsa, xuddi o'sha mutaxassislar dars beradi. Individualniy kursga 3 million skidka qo'yilgan, ya'ni 18 million emas, 15 million. Individualniy kurs ham xuddi shunaqa skidkasiz kursda qanaqa bo'lgan bo'lsa, xuddi shunaqa bo'ladi. Nima uchun biz skidka berdik? Birinchidan, dekabr mертвый sezon, ikkinchidan kurs narxi oshadi.